Ushbu qonun loyihasi bilan davlat boji to'g'risidagi qonunga vatandosh kartasi egalari hamda ularning oila a'zolari uchun migratsiya va fuqarolikka doir hujjatlarni rasmiylashtirish hamda ularni o'z turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish borasida imtiyozlar berish bo'yicha qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilmoqda. Qonun loyihasining qabul qilinishi xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarga O'zbekiston hududida tadbirkorlik, investitsiyaviy, ilmiy, ma'rifiy va madaniy faoliyat bilan shug'ullanishlari uchun qulay huquqiy, ijtimoiy sharoitlarni yaratishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Birinchi navbatda biz o'tgan safar bitta qonun loyihasiga jiddiy e'tirozlarimizni bildirgandik. Bu xususiy mulk to'g'risidagi masalada o'sha qonun buzilishligi, bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga hamda jinoyat kodeksiga kiritilayotgan o'zgartirishlar edi. Ya'ni unga javobgarlikni belgilashdi. Xususiy mulk tushunchasiga umuman mutlaqo boshqacha yangicha talqinda berilgandi va bunga ishlar va xizmatlarni ham qo'shib qo'yishgandi. Biz juda qattiq e'tiroz bildirdik. Bugungi kunda fuqarolik kodeksida, xususiy mulk to'g'risidagi qonunda aniq belgilab qo'yilgan, ularni ichiga xususiy mulkka nima kirish masalasida, lekin afsuski o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga va jinoyat kodeksiga kiritilayotgan o'zgartish va qo'shimchalarda ishlar va xizmatlar, ya'ni yangicha tushunchani olib kirib qo'yishdi. Lekin vaholanki bu yangicha qarash, yangicha konsepsiya bo'lsa, unda asosiy qonunlarga, ya'ni fuqarolik kodeksiga hamda xususiy mulk to'g'risidagi qonunga ham kiritilishi kerak edi, lekin bu narsani inobatga olinmagandi va shu uchun ham biz o'tgan safar bunga jiddiy e'tiroz bildirib, ikkinchi o'qishga qo'ymasdan, biz tavsiya qilmasdan ovoz bermagandik. Bugun mana fraksiyamizda bunga tegishli bizni tavsiyalarimizdan kelib chiqib o'zgartish va qo'shimchalar kiritilganini aytib o'tishdi va biz buni ikkinchi o'qishda o'tkazdik. Fraksiya yig'ilishida barcha masalalar ko'rib chiqilib, deputatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi.